Büyüler iki türge bölünü. Ayak büyüləri ham qol büyüləri. Avropa xalqları ayak bilan büyülər. Şərq xalqları qol bilan büyülər. Tatar büyüyü şul iki türni birləşdirə. Tatarlar ayak bilan da, qol bilan da büyülər. Tatar büyüyü şunun bilan boy. Hazır men sizga tatar qizlari büyüyünün tip elementlarini ko'rsatam. Qo'llarimizni etakda tutamiz. Tirsaklarimiz shitda. Tatar büyüyünün birinchi adımı. Ol 3 adımdan turadi. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. İkinci element shugalov. 1 2 3 4. Qo'llar 4 to'xtalish bilan tugarakni yasay. 1 2 3 4. Hazır qo'l ham oyoq harakatini birlashtiramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4. O'xsha bosh harakati. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Qo'llarimizni olg'a ko'taramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4. Endi oyoqni ham qo'lni birlashtiramiz. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ortqa yuru. Ol 3 adımdan turadi. 1 2 3. Ko'taramiz oyoqni. 1 2 3. Oyoqni ko'taramiz. 1 2 3. Ko'taramiz oyoqni. 1 2 3. Ko'taramiz oyoqni. Shilbir harakati. Oyog'imiz o'kshadan boshqa turadi. O'ksha bosh. O'ksha bosh. 1 2 1 2. O'ksha bosh. O'ksha bosh. O'ksha bosh. O'ksha bosh. Qo'l harakati. 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4. Endi qo'llarimizni oyoq bilan birlashtiramiz. Oyog'imizda shugalov harakati. 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4. Shilbir harakati. O'kshalarimizni olg'a chiqaramiz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Oyoq harakati. O'ksha bosh. O'ksha bosh. 1 2 1 2. Qadov bilan olg'a yurish. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4. Olg'a yurish. 1 2 3. Oyoqni ko'taramiz. 1 2 3 1
2, 3. Bütün hareketlerini birleştiririz.